Tanzilektomiya psoriaz davosida yaxshi samara beradi. Psoriaz davosida vitamin D analoglari qo'llaniladi. Psoriaz davosida keto dieta yaxshi samara beradi. Psoriaz bilan og'rigan bemorlar yurak ishemik kasalligi, qandli diabet 2-tip, Crohn kasalligi va depressiyaga moyil bo'ladi. Psoriatik artrit va nefrit psoriazning og'ir shakllari bo'lib hisoblanadi. Assalomu alaykum azizlar, Mirzanazarov Ma'murjon YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan psoriaz haqida gaplashamiz. Psoriaz terida qizil, tangacha shaklidagi qalinlashgan qoplamali toshmalar bilan xarakterlanuvchi terining surunkali autoimmun yallig'lanish kasalligidir. Kasallik asosida immun tizimini teri hujayralari keratinotsidlarga hujumi yotadi. Psoriaz xalq tilida tangachali temiratka deb yuritiladi. Psoriaz asosan aholini 1-2% da uchraydi. Psoriazni quyidagi shakllari bor. Vulgar, ya'ni oddiy psoriaz. Psoriazni eng ko'p uchrayuvchi shakli bo'lib, hamma psoriazlarning 90% ni tashkil etadi. Toshmalar chegarasi aniq, qizarib turadi. Toshma yuzasi terisi qalinlashgan bo'ladi. Usti kumush rang tangachalar bilan qoplangan bo'ladi. Toshmalar o'zaro qo'shilib, terining katta qismlarini qoplashi mumkin. Odatda toshmalar tirsak, tizzaning tashqi yuzalari, boshning sochli qismi, bel sohalarida joylashadi. Teskari psoriaz aniq chegarali, qizg'ish yallig'lanishli, qalin dog'lar ko'rinishida bo'ladi. Namlanishi va eroziyalar kuzatiladi. Tangachalar psoriazning boshqa shakllariga nisbatan kamroq bo'ladi. Joylashuvi asosan qo'ltiq osti, ko'krak bezlari osti, chov, kindik va dumbalar orasida, ya'ni terini ko'p ta'sirlanadigan qismlarda bo'ladi. Tomchisimon psoriaz to'satdan boshlanadi. Asosan bolalar va o'smirlarda uchraydi. Mayda tomchisimon toshmalar butun tana bo'ylab tarqoq joylashadi. Toshmalar ko'proq tananing yuqori qismida joylashadi. Qichishish va yallig'lanish bilan birgalikda kechadi. Ko'p holatlarda A guruhiga kiruvchi sirtakok infeksiyasidan keyin boshlanadi. Angina va faringitdan so'ng. Pustulyos psoriaz ko'plab ichida yeringchalar to'lgan pufakchalar bo'ladi. Bular butun tana bo'ylab tarqalgan bo'ladi. Psoriatik eritrodermiya o'tkir holat bo'lib, tanani 75% va undan katta qismini qoplab olgan diffuz yallig'lanish, qizarish va kepaklanish bilan namoyon bo'ladi. Teri katta tangachalar ko'rinishida ko'chadi. Klinikasida kuchli qichishish, yonish hissi bilan birgalikda kechadi. Bundan tashqari psoriazning tirnoq ko'rinishi, seborreali bo'g'im ko'rinishlari bor. Endi sizlar bilan psoriazga kelib chiqish haqida qisqacha to'xtalamiz. Psoriaz kelib chiqishida nasliy moyillik rivojlanish mexanizmida esa autoimmun jarayonlar yotadi. Terining epidermis qavatida joylashgan keratinotsidlar immun tizim hujayralari tomonidan zararlanadi. Bu jarayonlar T helper 1-tip va T helper 2-tiplar faollashuvi asosida kechadi. Quyidagi omillar kasallikni avj olishiga sabab bo'ladi. Psixoemotsional zo'riqishlar, bakteriyalar, stafilokokk, streptokokk kabilar. Viruslar, asosan Epstein-Barr virusi. Semizlik, metabolizmning buzilishi, noto'g'ri va nosog'lom ovqatlanish, chekish, spirtli ichimliklar qabul qilish, dori moddalar, xloroxin, kontraseptiv dorilar, interferonlar va immunostimulyatorlar o'z navbatida psoriaz avj olishiga sabab bo'ladi. Psoriaz kasalligining davosi quyidagi tartibda kechadi. Kasallikni yengil va o'rta og'ir shaklida, asosan toshmalarni yo'qotishga qaratilgan davo o'tkaziladi. Bunda mahalliy qo'llaniladigan kortikosteroid mazlar, vitamin D preparati analoglari va fototerapiya qo'llaniladi. Og'ir darajadagi psoriazni davolashda esa tizimli ta'sir qiluvchi immunodepressantlar qo'llaniladi. Bundan tashqari, tizimli ta'sir qiluvchi davo maqsadida biologik preparatlar qo'llaniladi. Bu biologik preparatlar maxsus sitokinlarni bloklash orqali kasallikni nazoratga olishda yordam beradi. Bundan tashqari, tez tomoq og'riydigan bemorlarda anginani olib tashlash, ya'ni tanzilektomiya amaliyoti yaxshi samara beradi. Klinik kuzatuvlarda 50% bemorlarda tanzilektomiyadan so'ng bemorning ahvoli yaxshilanganligi kuzatgan. Qolgan bemorlarda ham yaxshi samaralar kuzatilgan.